jonimga tegdi. Rostdan ham ko'payib ketdi, baro, tangalar yo'qotish kerak. Buni imkoni bormi? Ha, bor, yur ketdik. Ana imkoni. Tangalarni bugun tugatamiz, yur ketdik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun mana shu tangalar tugatishimiz kerak. 31-maygacha bu tangalar tugatishning imkoni yo'q aka. Nimaga? Chunki bu aksiyada bizni ko'plab texnikalarimiz zavod narxida berilyapti. Yo'q-e? Yuringlar tanishtiraman. Misol uchun 5 million 216 ming so'mlik Artel konditsionerlarimiz zavod narxida 4 million 486 ming so'm. Olamiz. Bu aksiyamiz O'zbekistondagi barcha filiallarimizda amal qiladi. Mana yana bitta misol, Arteldan 4 million 515 ming so'mlik xolodilnikimiz zavod narxida 3 million 838 ming so'm. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Olamiz. Bunaqa texnikalarimiz juda ham ko'p. Xohlasangiz 12 oyga bo'lib to'lashga ham olishingiz mumkin. Hammasini olamiz. Tangalar tugadi. Shunchasi ortib qoldi-yu, nima qilamiz? Yetkazib berish bilan o'rnatib berish xizmatiga to'lov ko'ramiz. Bizda bu xizmatlarimiz bonusga qilib beriladi. Kommentariy yozinglar, nima qilamiz?